Assalomu alaykum. Saroy bozor kanali obunachilar. Mana bugun biz aka-ukalar Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i, shu Optimchilar qishlog'idan Avazbek ukamizning molxonalaridan obzor qilyapmiz. Xudo xolasa aka-ukalar videoda hatto kamchiliklariga baho berasizlar aka-ukalar. Xudo xolasa kommentga yozib o'tinglar, bittadan like bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Hozir Avazbekda bugun kelgan mollarni yengil obzorini qilib o'tamiz aka-ukalar. Baho berib yengil hammalaring. Kommentga yozib o'tinglar aka-ukalar. Otangga rahmat deb yozib qo'yinglar. Xudo xolasa biz sizlarga shunday xizmat qilishda davom etamiz. Avazbek, like gumbillatib qo'yish bo'lsin, ha? Like ekan. Sog'lig'ingiz yedam, charchamang. Olib kelib oldingizmi? Ro'zalar bilan qiynalmang. Bugunga necha bosh endi? 9 bosh buqa. Bir bosh tunojin. Sigir qiladigan yaxshi tunojin. Xonojin ko'chatidan. Yaxshi mol. Yaxshi mol. Xo'p, aka, qanchamayapsizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Avazbek qaysi tomondan boshlaymiz endi? Hammasi kattasi yaxshi deydi. Kattasi yaxshi deydi. Mana shu oldindan boshlaylik-chi. Chorni pyostradan. Ekan. Mana yirkadan, qolasa oyoqdan, old oyoqdan mana 1.20. Hadi. 1.18 yuramiz ekan. 1.18 ga olishaveradi. Uzunluğu xohlasa. Aka-ukalar mol uzunligini ko'ryapsizlar. Tuyoqlari ham вообще toy tuyoq deydimi? Shunaqasidan. Mana bu 18 chiqyapti. Unisi burisi 18 chiqyapti unisi. 15 plyusga beriladi bunisi. Aka-ukalar mol orqa boshlari, Yaltirab turibdi. mol tekisligini ko'ringlar. Yaltirab turibdi, xudo xolasa. Avazbek kelasizmi? Narxini bitta qilib aytib beringchi. Aka, yengil aytaymi? Yengil. Aka 15 million 700 dan kamini qilib beraman aka. 15 million 700 dan kamini qilib berasiz. Kamini qilib beraman aka. Xudo xolasa. Aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar 15 million 700 dan. Tallavosh 100 ming plyus narigisiga. 100 ming plyus narigisiga, ha? Hop. Mana Barakasini bersin. Gibrid nimadir? Gibrid variantidanmi? Aka tushunganlar biladi, to'g'risi. Tushunganlar, haqiqiy aka-ukalar tushunganlar. Shalpon quloq, o'rtacha quloq bo'lsa, kichkina quloq. Shu molga yengil baho berib o'tasizlar. 1.15 ekan, ha. 1.15. 1.13 ga olishaveradi, mana ikkalasi. 1.13 ga olishaveradi. Aka-ukalar, keyingi shvetimiz. Orqa boshlari. 1.16. Hop, aka 1.13 dan olishaveradi ikkalasi. Avazbek korobkalari вообще cho'tka ekan-a bularni. Butun mol deydi. Nech puldan endi bular buni nechiga olishaveradi dedingiz? 1.13 gami? Sal kuchliroq narigidan ko'ra. Aha. Aytib turib o'zing bilsangiz. Ha, o'zi Ikkalasi. tushungan odam ajrataveradi. Aka ikkalasini 16 million 300 dan. 16 million 300 dan xayrni qilib berasiz. Hop, agar bir joyga olsa 16 million nozimidan kamini qilib beramiz. To'rttasini bir joyga olsa, tanlab olishgachi qaysilar plyus ko'radi? 300 ming plyus, 16 million. Ha. Boshqa. 300 ming plyus ekan aka-ukalar. Hozir bitta o'zi yoqdi deysiz, 16 million 600 beraman. Agar opshi to'rttasini olaman deysiz, Samarqandgacha 16 million yetkazib beraman. Uni aytilgan narxdan Samarqandgacha yetkazib beriladi, xudo xolasa. Aka-ukalar to'ralasi Samarqandgacha yetkazib beriladi, aytilgan narxda plyus bo'lmaydi, xudo xolasa. Mayda 3 tasi bor ekan. Qanday ko'rsating? Bular ham bir-biridan qolishmaydigan go'zal. Alloh xohlasa. Avazbek mana shvetchani bo'yi necha ekan? Mana shu ekan. Tushunganlar yozib berasiz kommentariyga. Bu 13 ekan. Bu 10 plyusga olishaveradi ekan. Buni 10 plyusga. Aka-ukalar, men ham xudo xolasa videolarimda ko'rib o'tgan bo'lsam, xuddi uyga baylagan shvetlarim xuddi shunaqa bo'lgan. Sveti shunaqa bo'lgan, qora shvet bo'lgan. Hozirga kelib shvet olib ketdi ular. Bular ana tulavermaganda, Tulamaganda o'sha mana buzov yungimi, buzov junimi deydi. Mana ekan, qara mana tulab ana o'zi ko'karishni boshlayapti. Ko'k shvet olmaydi-da bu. Ha. Qora ko'k bo'ladi. Aka uchosini yengil, bir joyga. Uchosini yengil bir joyga Oqtimish mana ham yaxshi mol olib boradi. olib boradi. Bir bo'lakcha mol ekan, ko'rsating. Obunachi o'zi biladi deydi. Aka-ukalar quloqlarda boldoqlarigacha. Uchalasini yengil aytaymi aka? Uchalasini qani? Yengil. Aka buni uchosini 14 million 300 ming 200 mingdan berilsin. 14 million 200 mingdan bir joyga. Tanlab olishga qaysi plyus ko'radi shunda? Olas plyus ko'radi aka. Olas plyus ko'radi, ha? Qancha endi?
200 ming so'm Avazbek shuni. Aka ukalar 200 ming plyusga yuradi olasi. Xudo xolasa telefon qilib olg'a chiqarasizlar. Boqachalar hali yosh aka ukalar. Aka ukalar. Qashqarda ham bor ikkita xudo xolasa. Avazbek bularda yeb ichishlariga qanday garantiya beryapsiz endi? Bir hafta sinab olishaveradi. Biri 5 plus, biri 10. Biri 5 plus bunisi, biri 10. Biri 8, biri 5ga, biri 8 olsin. Biz bo'yiga tortishmaymiz ekan. Aka ukalar. Qara, ko'chini qaytarib turibmiz. Yaxshi mollar. 1 sant, 2 sant aqabaqa asla. Ya endi uydagilar mollar, Ha. shunday mollar lepani faras qilishadi-da. Uydagi molga solishtirib olgan, ha? Xudo xolasa aka ukalar. Orqa boshlari vobshe ko'chat narsalar. Bunisi biri 10 chiqdi. Buncha qo'ya qaraga. Oyoqda mana biri 10, 1. Biri 12, biri 10 plus. Biri 10 ga olishaveradi ekan. Shu qorasi ozgina mehr talab ekan-a? Ha, ama yebish zo'r ekan. Endi hali Yebish zo'r. demaganda. Shu chicha mehr talabroq ekan, lekin aka ukalar korobka zo'r. Narxini endi kelishtirib yengillaytingchi. Shunimi? Ha. Aka oldim desa 12 birdan beraman. 12 million 100 dan ikkalasini. Ha. Bir joyga. Aha. Tanlab olishga plyuska qaysi yuryapti? Mana shu qorasi 100 ming yuradi ekan. 12. Qorasi 12 million 200 ga. Aka ukalar 12 million 100 dan ikkalasi bir joyga. Kami bor ekan. Kami bor bo'lyapti. 100 ming plyusiga bu yuryapti. Qorasi. Keyingisichi guli. Onda yerini ko'rsatib ko'rinsa, ko'rinmasa behijob aldash kerak yozda. Biri 16 da, biri 17, biri 15 ga olishaveradi ekan. Aka ukalar keyingisi so'nggisi ko'rsatdik. Oh yelin. Oh yelin. Xudo xolasa. Aka ukalar shalpan qulab shved variantidan. Uli yengil ekan. Yengilini aytingchi endi. O'sha aka bunga 12 million 100 berishaveradi bunga. Bunga ham 12 million 12 berishsin ha? Ha, 12 berilsin. 12 berishsin, xayri bilan xudo xolasa ha? Xayri bor ekan, telefon qilishaveradi. Aka ukalar mana siyr qilaman deganlar. Chiroyli. Вообще от души buzoqcha. Aka ukalar videoda o'tkazmay ko'rishdi. Davom etinglar, xudo xolasa. Videolarimizga like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlashda aka ukalar ozgina yordam beraverasizlar. Xudo xolasa biz ham sizlarga shunday manfaatli videolar yetkazib borishda xizmat qilamiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hamisha aloqada bo'lishadi 24 soat aka ukalar. Kanalda bardavom bo'ling, like tugum billating. Sog' bo'lasizlar.